Vay. Mana sizga kvartira, aziz obunachilarim, faqat sizlar uchun. Qayerda deysizmi? Vokzaldan, Qizil elitni domni yonidan, Uzgazolni yonidan kirsangiz ham bo'ladi. Oq dom, 9 etajlik domning 9-etajida bo'lyapti. 95 kvadrat metr, 3 xonali, plus holi bor. Operator, keling. Hozir obzorni sizlarga ko'rsatamiz. Eshikdan shunday kirasiz. Перехожка zona. Yonginasida chap qo'lda shunday qarasangiz, kattagina hol qilib qo'yganlar. Eshikdan kirganda to'g'ri kirsangiz agar детский spalni bolajonlarimiz uchun ajoyib sharoit yaratib qo'yganlar. Remonti отдельный tema. Bu spalni zonasi bo'lyapti. Spalni zonada ham shkaf bor, двухспальный bor, tyurmoz zona bor, lustra, televizorni joyini qo'yib ketganlar. Sharoit bomba. Mana bu yer zal qismi. Zalni qarang. Vay, juda ajoyib chiroyli qilib yaratib qo'yganlarda. Televizor bor, fonni dahshat. Ta'riflashga til ojiz. Sanuzel razdelni bo'lyapti. Bittasi dushovoy, bittasi hojatxona bo'lyapti. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Skvoznoy planirovka. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan joy. Stralka bor, xolodelnik bor, mo'yishi zona bor, gazli plita bor. Hamma sharoiti bor. Stol stullar qo'yilgan. Asfsheni qilingan. Yana nima kerak? 95 kvadrat metr 85 ming AQSh dollariga sotyaptilar. Kelinglar, shoshilinglar. Sizlar uchun yana savdo qilib beramiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Rahmat.